Assalomu alaykum akalar, mana Suriya granatlari. %70, %80. Bular nima demoqchiman akalar, mana paletda kelgan Suriya granatlari. Bir akamiz aytyapti, sharoit yo'q deb, davlat yordam bersin deb. Aka, bu Suriyada 40 yildan beri urush bo'lyapti. Davlatning nimaligini o'zi yo'q. Bir suriyalik arab bilan gaplashdim. Buni qanaqa sug'orasizlar desam, mashinada sug'oramiz, suv olib kelib, mashina olib kelib sug'oramiz deyishdi. Davlat yordam bermaydimi desam, davlat qanaqa davlat? Suriya 4 ga bo'lingan edi, endi birlashyapti. Shu bugungi kecha kunduzda ham urush bo'lyapti u yerda, lekin bironta suriyalik bizning vaziyatimiz og'ir degani yo'q bu yerda ekan. Biznikilar faqat bahona topishga juda usta. Suv yo'q, u yo'q, bu yo'q. O'zimiz qilmasak, boshqa kelib qilib bermaydi bizga.